22 oktyabr 2025 yil soat 20. Oh-ohda Milliy TV kanalida Ovsinlar serialining 23-qismi namoyish etiladi. Bu sana tomoshabinlar uchun kutilgan voqealarga boy bo'ladi. Har bir daqiqa hayajon va hissiyotlarga to'la. Syujet tobora qizyapti, sirlar ochilmoqda, munosabatlar esa yangi burilishlarga kirmoqda. Ssenariy mualliflari tomoshabinni ushlab turishni juda yaxshi bilishadi. Har bir so'z, har bir nigohda ma'no bor. Ovsinlar seriali har safar hayotiylik va samimiylik bilan hayratda qoldiradi. Aktyorlarning o'yini tabiiy va ishonarli, ular obrazlarni yurakdan gavdalantirgan. Ayniqsa kameraning nozik ishlanishi va yorug'likning iliq tuslari oilaviy muhitni yanada chuqurroq his ettiradi. Bu serial oddiy drama emas, balki hayotning ozi, unda sevgi, gurur va kechirim bir joyda to'qnashadi, tomoshabinga chuqur ta'sir qoldiradi.